Jangchi Baki olamida menga yoqadigan top 5 ta eng kuchli jangchilar. Top 5 taligimdagi 5-o'rin bu Biskvit Oliver. Ushbu jangchi juda ham kuchli. Animeda deyarli 2 marta mag'lub bo'lgan. Ulardan biri Yujiro Hanmaga, ikkinchisi esa Baki Hanmaga. Yana bir faktlardan biri bu insonni Amerikadagi eng kuchli inson deb ham atashadi. Menimcha Biskvit Oliver 5 talikka kirishga 100% arziydi. 4-o'rin. Bu Jack Hanma. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz, bu Jack Hanma. Jack Hanma, ishlovchi kiborg. Bu inson bugungi kundagi sportchi yoshlarga chinakam motivatsiya bo'la oladi. U animedagi eng kuchli va chidamli jangchilardan biri va hozir uni mangadagi bo'yi 250 sm dan ham oshiqroq. Agar falak gardishi bilan Bakini mangasi tugab qolmasa, unda Jackni bilib bo'lmaydi. 3 metrdan ham oshib ketishi mumkin. Bu fakt. Xullas, Jack Hanmani bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Aytgancha, Jangchi Baki animasini to'liq 8 ta faslni o'zbek tilida tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, meni profilimdagi Telegramga kirishingiz mumkin. Ana shu yerda qanday qilib tomosha qilish kerakligi haqida ma'lumot yozib ketilgan. O'tib, ma'lumotlar bilan tanishib, bemalol tomosha qilsanglar bo'ladi. Qolgan top 3 jangchining sharhini davomini bo'lsa, profilga o'tib tomosha qilishingiz mumkin.